Assalomu alaykum aka-ukalar, chorva ishqibozlari va ot ishqibozlari. Mana bizni orziqib kutilgan kunimizga ham oz qoldi. Bugun 5-aprel. Qaysi kuni bo'ladi Visipkamiz? Visipkamizda xudo xolasa 26-aprel yakshanba kuni soat 8:00 da boshlanadi. Inshaalloh. Okalar, bunaqasi hali bo'lmagan. Odil aka, o'zi Bu tushuntiring. safargi bizning ko'rgazmamiz O'zbekiston yilqichilik va ot sporti federatsiyasi bilan hamkorlikda o'tkazyapmiz. Shuning uchun biz joyini bu yoqqa ko'chirishimiz sababi ham asosiy sabablardan biri shu. Ot sporti ishqibozlari va qo'y zotdor arashan qo'y ishqibozlarini bir joyga jamlash maqsadimiz. Qo'ylarimizni ro'yxatga olish tartibi qanaqaligini so'raymiz Ramindan. Kim qo'y olib kirmoqchi bo'lsa, Visipkaga olib chiqmoqchi bo'lsa, tagida nomer qoldiramiz. Ma'lumot uchun nomerlarga chiqib, qaysi savollar bo'ladi, qanaqa qo'ylar, qanaqa parametrda chiqish kerak. O'sha savol javob bo'lsa, o'sha ro'yxat bo'yicha to'g'ri kelsa, olib chiqariladi qo'y. Keyin ro'yxatdan o'tish kuni 24-aprel kuni to'xtatiladi. Aka-ukalar, bu kuni qo'ydan tashqari ot sportlari ham bo'ladi-da, bu yerda nimalari, musobaqalari. Ozodbek, mehmonlar to'g'risida ma'lumot bering, kimlar taklif qilingan? Xo'p, bu musobaqamizni xalqaro musobaqa bo'lgani sababli hamma qo'shni davlatlardan hammani kutib qolamiz, taklif qilamiz. O'zbekistonda arashan sohasi qanaqa darajada rivojlanayotganini kelib o'zlari tomosha qilib baho berishlarini iltimos qilib qolamiz, kutib qolamiz hammaligini. Inshaalloh kelinglar, ko'ringlar. Ma'lumot uchun eslatib o'tib ketamiz. Ko'rgazmamizni Qorasuvdagi Universal Horse ot klubida bo'lib o'tadi. Mehmonlarimizga kelib tomosha qilishlari mutlaqo bepul va qatnashadiganlarimiz sovrindorligi juda katta, ularni mukofotlar kutyapti inshaalloh. Surprizlar bomba. 26-da bo'lib o'tadigan Visipkamizni joyini o'zgartirdi. Zohidjon aka, nima deysiz joyiga? Ko'rgazmamiz xuddi shu yerda bo'ladi. Bu yerda otlarni ham tomosha qilishlaring mumkin va qo'ylarni ko'rgazmasini va oldi sotdi yarmarka ham shu yerda tashkillangan. Maza qilib kelib tomosha qilib ketishlaringni so'rab qolamiz. Afsuslanmaysizlar o'tkazgan vaqtlaringga. Kelmaganlar armonda qoladi. Rahmat, mashalloh.